Bugungi videoda o'zining uyidan qizil chiziqdan chiqish mumkin emas challenge bo'ladi. Agarda bitta piksel bo'lsa ham o'tib ketsa, o'yindan chetlatiladi. Qishloqqa kim yutadi deb o'ylaysan? Albatta men. Chunki men eng zo'riman. Sen esa umuman birinchi o'rinda chiqib ketsang bo'ladi. Sanla. Biz yutamiz albatta, biz yutamiz. Sanch? Men yutaman-da. Turqing aytib turibdi, sen yutishingni. Nimayli ko'ramiz. Biz ataylab ikkita bo'ldik. Cho'pga ikkalamiz gaplashib o'tiramiz va biz zerikmaymiz. Sizlar zerikasizlar. Voy birinchi bo'lib chiqib ketasizlar. Sizlar bilan salomlashman ma'no bo'ldi. Hammaga salom bo'lishlar. Sizlar bilan men yana o'sha yangi videomga xush kelibsizlar. Ko'rishlar mumkin, qizil doiradan chiqishimiz ham mumkin emas. Mana yutgan odamga nima beramiz bo'la? Mana nima berishimiz ko'rishlar mumkin. Mana moyoq va sandig'i bor oldida. To'xtaylar. Sizlarga chotga ko'rinsin, mana qo'yaylik. Mana ko'rishlar mumkin. Sandig'i bor. Sandig'ining ichida ko'p narsalar bor. Nima qo'ssani? Просто gorga o'tirishga keldim. Okey. Yomg'irda turgani ham zakkolni turibdi o'zi ham. Unday bo'lsa yotib qolaylik, chunki kechqurun bo'ldi, hamma uxlayapti. Vaqtni shu bilan keltirsak bo'ladi. Xudoga qo'y. Qarang. Yo-mayo. Voy turdim, normal. Tak. Ertalabki soat necha bo'ldi bilmadim-ku. Normal. Endi quyosh chiqayotgan ekan. Tak endi ovqatimni olay. Turdim qani? Kel. Yo-mayo, turdim skat qolib ketdi. Voy. Endi nima qilaman? Qo'lim och qoladi-ku. Tak, nimada bor-ki o'z sandiqda? Tak, 4 ta non, 9 ta sabzi, xullas qo'ying, nonlarni yeb turaman. Вообще non yeb turolmayman-ku. Nimayli qo'rni to'ydirib turaman sal. Tak, qornim och ketdi уже, nechего себе. Tak, hech kim turmadimi hali? Nixuya. O'zib ketib qoldimmi? Hech kim bilmaydi, hech kim ko'rmadi, to'g'rimi? To'g'ri bo'ldi, bizga. Yo-moyo, nima patadi? Yo, qo'shimni yo-moyo. Nechего себе. Voy, buzilib ketdi. Ular o'yindan chiqdi. Nimayli. Bular o'yindan chiqqan bo'lsa, ikkalamiz qoldik. Ikkalamiz chiqib ketmasligimiz kerak. Men chiqmayman, lekin men yutishim kerak. Sen nazar, men nima qilamiz? Bilmadim, endi men o'zimning ishimni ximiyoni qilaman. Ximiyo? Nima u? Ximiyo bu damla, ikkita damla va 3 ta damlamani qo'shib dahshat narsani aylantirish deyiladi. Shunda kim ishlatmoqchisan buni? Da. Ishlatmoqchi emasman. Просто O'zbekistonda ko'p narsalar yaratsin. Hammadan olaverib, boshqa davlatlardan olavermasdan o'zi ham ishlatsin-da. Tushunarli. Mayli, seni ham qo'shaman. Qo'shilasanmi? Albatta qo'shilaman. Sen qo'shsang mayli, lekin xursandman. Bo'ldi. Lekin akkurat yiqlasan, sekin, shoshilmang, tushunaymi? Bitta go'bangizni bo'ldi, bambillab ketadi. Okey. Shoshilma. So'yingda juda ham qorni och. Men shunda zo'r ovqatlar qilib tashqariga chiqaraveraman. Mana aqlingiz yo'q. Endi esa men yovuzman va derazani ochib, qanaqa hiddan chiday olmayman. Oldimga keladi va ovqat iltimos so'raydi. Lekin men oldimga kelsang beraman deyman. Aniq keladi. Oppa, assalomu alaykum. Alaykum. Nima, qorning ochib ketdimi? Men uyda shirin ovqatlar pishiryapman. Yo, men bilaman bu chiziqda o'tgandan keyin nima bo'lishini. O'yindan chiqib ketaman. Bu men chiqarmoqchi bo'lyapti. Undan ko'ra chalg'ib, televizor ko'rib o'tiraman. Bu necha bo'lsa, men buni olsam, chunki bu televizorni ko'tarib turish uchun kerak bo'ladi. Men buni yotoqni qo'yib qo'yaman. Tak, televizor ko'rib, mazza qilib o'zimning kanalimni ko'rib o'tiraman. Esicha yoki bilmadim, endi ko'ramiz. O'zimning kanalimning videolarini ko'rib o'tiraman. Oppa, nima bu? Nimaga o'xshayapti? Sencha bu televizormi? Yo ko'zing ko'rmi? Yo, almashtirib boshqasini tuxumni qo'yib yuborma.
Ha, judayam kulgilisan-da Soyik. Oppa, mana televizorni qo'yib oldim. Endi YouTube'ga kirib o'zimga obuna bo'lib qo'yaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mana obunachilar ko'rishlar mumkin. O'rinda qilib qo'ydim esachi. Hoy Soyik, mani tortimdan yeb ketmaysanmi? Menga berib ol, yeyveraman lekin. Ozgina bo'lib ber. Ha, bo'ldi, mana oldimga kelib beraman. Yo, men senga ishonmayman. Voy, yomon qo'lim ochib ketdi-yu. Voy, meni chiqarib olmoqchi-yu. Yomon. Bo'ldi. Nima, sabzi yeb turamiz yoki kartoshka yeb turamanmi? Bola, hozir men g'irromchilik bilan chiqib olishim kerak. Shu telefonda xullas telefon qilaman qishloqiga. Aynan shu telefonda aytaman. Xullas, men yerda bunaqa deyman. Bo'ldi, telefon qilamiz. Ko'tarib ketyapti. Alo, U ko'tar. Mayli. Alo, bokam. Man nima? Berma. Mer, nimaga siz boshqa telefondan telefon qilyapsiz? Ha, o'zi telefonining puli tugab qoldi. Nimalar qilib yuribsan? Mana nima qildim? Sani oqingni kattaga jalma tushgan. Senga bam bermasa bo'lmaydi. Menga bam bermang, men kechizdan qilmadim. Undan tezroq uyingga kel. Yo'q, men Soyik bilan challenge qilyapman. Ha, unda challenge bilan manga ket. Bo'ldi, ketaman. Yo'q, qizaman endi. Menga farqi yo'q, tezazki. Bani ishi qolamasang. Oppa. Mayli bola, endi nima qilishim kerak edi? Vobshe qo'lim ochib ketdi. U o'zi meni chiqarib olmoqchi bo'ldi. Mana meni chiqarib yubordim. Oppa. Qishloqqa ketib turasan. Yutdim. Dannu Gulbanu yutdim. Bo'ldi, qishloqqa yetkazganing bilan tabriklayman. Bu g'iro bo'ldi-yu, sen meni telefon qilgan. Da, men edim. Oppa, men o'tdim. Bu g'iro bo'ldi. Men o'ynamayman sen bilan. O'zingga meni ovqat bilan chiqarib olmoqchi bo'lding. Men ham seni chiqarib yubordim. 5 ga 5, 50 ga 50. Xullas 5 ga 1. O'zir. Bo'ldi, xullas o'l. Mani yutug'im. Yo, nimalar bor ekan? Sandiqda. Vuy, yo, hammasini olamiz. Vobshe. Endi 3 oy, 4 oy, 5 yil, xullas qanchadir vaqtdan umuman ishlamasdan yashasam bo'ladi. Yo. Xullas, hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men yana o'sha Soyik bo'ldim va video shunaqa bo'ldi. Hozir yaqinlashtirib olaydi, sizlarga yaxshiroq ko'rinsin. Hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan men yana shu Soyik bo'ldim va ko'risham mumkin. Yutdik, Qizildoriyadan chiqmadik. Sizlar bilan men Soyik bo'ldim. Tugadi.